Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 31-yanvar soat 13:00 desa ham bo'ladi. Ko'rib turganinglardek armaturalar tinimsiz kelyapti. Hozir kranchimiz ham tepaga chiqsa, qolganini ham tushiramiz. Va shu bilan B1 blogimiz ko'rib turganinglardek 3-etajda va 4-etaj perikritasiga harakat qilyapmiz va shu bilan kranni bog'laymiz. D bloklarimizni 5-qavatda edi. U yog'i ham davom etishni boshlaydi. 5ta to'xtab qolgan, chunki buni strelasi yetmay qolgandi. Olib berishga tepaga. Belidan bog'lab, xudo xolasa, buni ham davom etamiz. Keyin yana bir eslatma, aynan qurilish jarayonidagi ancha ko'tarilib qoldi ba'zi bir bloklari. Aynan shu bloklardan uyalaman deganlar uchun 4-fevral kuni onlayn taqdimot o'tkazdiryapmiz. Shu taqdimotda qatnashib, aynan shu uylardan, ya'ni Comfort Plus turkumidagi xonadonlardan uy xarid qilaman deganlar uchun tashkil qilganmiz. Xudo xolasa, barcha shiylarni yig'ishtirib 20:00 ya'ni 4-fevral kuni bo'ladigan vebinarda qatnashishga tayyor bo'lib turinglar. Barchalar bilan ko'rishguncha